Boqishdan maqsad Ismoil daromad qilish, Daromad. qo'shimcha daromad manbai qilishda. Qo'chqor oladigan vaqt qurbonlikka ham, to'y so'zingga ham yetilaveradi. Har kim o'sha holatda boqa olmaydi-da. O'shaning uchun bu misol kimgadir lifehack. Dalani qo'ylariga o'ta hushyor bo'lish kerak. Birazot kasalligi. Mashq qo'ylar hozir bitta qo'y oyiga rasa tushsa 80 ming, 100 ming. Men o'zim o'qiganman buni. Shunga qarab reja qilasiz, maqsad qilasiz, harakat qilasiz. Sababi o'zimizning mahalliy, ya'ni jaydari qo'ylar kasalliklarga chidamli. Somonda ko'pchilik tengsamaydi, lekin somondagi vitaminni ba'zi bir zo'r narsalardan topolmaysiz. Hamma narsa xato kamchiligi. Assalomu alaykum, Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Oqbuloq qishlog'ida inshaalloh mana bunda 200 bosh boqilayotgan qo'ylarni video obzorini qilib berishga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Albatta videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Sizlar uchun inshaalloh kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Xato kamchiligi. Nimaga xato kamchiligi deyapmizki, bu qo'ylar yaylovda qo'ylari. Inshaalloh yaylovda nimaga e'tibor berish kerak? Bo'rdoqi bilan yaylovda ancha farqi bor bir-biri bilan. O'sha ikkalasini to'ldirgan holda Cho'pon akamizni o'zlaridan so'rasak ma'lumotni berdilar. Ma'lum bir darajada bizga ham yo'nalishimiz shunga tortadi, ma'lumotimiz bor. Bir-birimizniki to'ldirgan holda inshaalloh o'zimiz video davomida gapirib o'tamiz. Sababi Cho'pon akamiz gapirishni xohlamadilar. Kadr ortida, lekin savollarga javob beraver ekanlar. Albatta videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videoga bittadan like bosishni eslaridan chiqarmanglar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz. Xo'p, demak, obunachilar, akamiz o'zlari Cho'pon akamiz. Xo'p, kadr ortida savollarga javob beramiz deb inshaalloh aniqlaverdilar. Yo'nalishda biroz hayajon bosadi. Shuning uchun gapiravering dedilar. O'shanga o'zimiz savol-javoblar bor. Saroy Uz bilan kanalimiz bilan birga kelganmiz. Inshaalloh savollarga savol tuzib kelganmiz, javob topib inshaalloh qo'limizdan kelgancha Dehqon aka bilan, Cho'pon aka bilan maslahatlashgan holda chiroyli qilib javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Oybekjon aka, tuzimsiz? Va alaykum assalom. Ismoil, yaxshimisiz? Charchamay, sog'-salomat. aka. Rahmat, Xudoga shukr. Bir ikkita savollar bor, shularni bo'ldi. Oydinlashtirib o'tsak, nimaga deganda ko'pchilikga qiziq. Albatta. Foyda ko'rsa, maslahat qilib, To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa foyda ko'rishsa, inshaalloh bizga ham ajri bo'lar. Duo qilishlar hech bo'lmaganda. Albatta. Mana Ismoil, qarang. Nima savolingiz bo'lsa beravering. Mana Cho'pon akamizdan maslahatda yo'nalishni oldik. O'zimizda ham bu sohada, sog'liq sohasida tajribamiz bor. Boqqanmiz, Xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha bir-birimizniki to'ldirib, yoritib berib ketaveramiz. Inshaalloh kimgadir manfaatli bo'lsa, albatta Xudo xolasa xursand bo'lishadi. Aka, birinchi o'rinda qo'y boqishni nimadan boshlash kerak aka? Bu yerda 200 bosh qo'y bor ekan, ha? Birinchi o'rinda 200 bosh qo'y. Nima qilish kerak? Bu 200 ta bo'lishi uchun 200 ta bo'lish uchun harakat qilish kerak birinchi o'rinda. Xo'p, birinchi o'rinda qo'y boqish uchun nima qilish kerak? Nimadan boshlash kerak? Xo'p. Zot yo'nalishiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda, birinchi qo'y boqmoqchi bo'lgan odamlar o'zimizda mahalliy qo'ydan boshlab turib, keyin etapma-etap seleksiya ishlariga darajasigacha, misol zotdor qo'ylar, hisori qo'ylar bor-a, etapma-etap o'tgan ma'qul deb o'ylayman. Men o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Sababi o'zimizning mahalliy, ya'ni jaydari qo'ylar kasalliklarga chidamli, yeb ichishi boshqa qo'ylarga nisbatan yaxshiroq deb o'ylayman men. Shuning uchun iloji boricha o'zimizning mahalliy qo'ylardan boshlab, keyin ma'lumot, nazariy ma'lumot ko'proq olish kerak. Nazariy ma'lumot keragicha ma'lumotni olish kerak. Kerak bo'lsa, buni o'zining kitoblari bor-da. O'sha sohada o'qib, sog'lik salomatligiga ma'lum bir darajada tushuncha bo'lish kerak. Misol uchun, qo'y boqmoqchi bo'lgan odam birinchi marta qo'y boqmasdan bozorga borib turib, har qanday qo'yni olib ketavermaydi. Misol uchun-da, keyin buni sezoni bo'ladi, misol uchun-da. Misol, sovuq sezon bor o'ziga yarasha, qo'chqor sezon bor, qo'zi sezon bor, hammasini sezoni boshqa-da. Misol, sovuq boshqa yo'nalish, qo'chqor boshqa yo'nalish, qo'zi boshqa yo'nalish. Hammasining yo'nalishi bor aslida. Aslini olganda, albatta, hammasining yo'nalishi bor. Shuning uchun, hop, yo'nalishni ma'lum bir darajada qanaqa qo'y boqaman, misol men qo'zi boqamanmi, faqat qo'zini yo'nalishini olish kerak-da, sog'liqni. Shunda foyda qilasiz. Bo'lmasa-ki,
bozorga chiqib paqilloqdan yeb qo'ygidek bo'lsangiz olayotganda. Sezon emas payt, misol sovuqda sezoni boshqa bo'lgan vaqtda boshqa qo'yda olib qo'ygidek bo'lsangiz, обязательно foyda qilmaysiz. Foyda qilmaganingizdan keyin nima bo'ladi? Qo'y boqishdan qo'y unaqa, qo'y bunaqa degan zerikib qolasiz, muammo bo'lib qoladi, ko'ningiz soviydi. Lekin siz yo'nalishini topib harakat qilsangiz, ishingizda unum aniq fakt bilan, reja bilan asosida foyda, daromad ko'zingizga ko'rinsa, undan keyin siz boshqacha harakat qilasizda. Unga qarab nima qilaverasiz? Foyda kelib tursa, xullas harakat qildi. Ha. Foyda kelmay qolsa, aksariyat odamlar ana qilyapti-da. To'xtatib qo'yyapti. Misol bizni o'zimiz ham hozir aka bilan gaplashdik, hozir mana ko'ryaptilar. Boshida to'xtatib yuboraymikin dedilar-da, misol uchun. Sababiki zarar bilan chiqqanlar. Biz o'zimiz ham gohida to'xtatib yuboraymiz degan fikr bo'lganda, yo'q, qiyinchilik bo'ldi. Mana Allohga shukr. Hozir daromad bo'layapti, Xudoga shukr. Shuning uchun orqasida yuribmiz. Tez semirishi uchun, yo mana qo'zi bo'lsa, qo'zi tezroq katta bo'lishi uchun, qanaqa hashak yo yem shunaqalar ozuqa. Masalan, yemidan hashagigacha hammasini bir tushuntirib o'tsangiz aka. Yo'q. Qo'ziga ikki xil yo'nalish bor-da. Savolni o'zida ham mana meni tushunishim bo'yicha hozir ikki xil javob bo'lib qoldi-da. Sirazi burdoq bilan anoni birdaniga aytyapsiz-da, u sal menimcha boshqacharoq. O'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Ikkalasini ham tushuntirib o'tsa bo'ladimi? Burdoqiga adimni bu oldin buni tushuntirib olaylik. Undan keyin xo'p bo'ladi. Bular mana shu qo'ylar, qo'zilar, inshaalloh, mashalloh, juda chiroyli qo'zilar ekan. Hop. Dalani qo'ylari. Hop. Dalani endi qishki kunda qorni to'ymagani hisobiga akalarimiz mana silus ozroq miqdorda g'o'za qovurchoq, somon qo'shib qo'yishibdi, aralashtirib. Bilganga bu g'o'za qovurchoqda o'zi ham ma'lum bir darajada yem, silus ham ma'lum bir darajada. Shuning uchun shuni ham qo'shib qo'yishibdi, g'o'za qovurchoq, somon. Somon ham обязательно bo'lish kerak. Somon organizmdagi mana oshqozonda hazm qilish faoliyati, kilchatka vazifasini bajarib beradigan narsa-da. Somonda ko'pchilik tengsamaydi, lekin somondagi vitaminni ba'zi bir zo'r narsalardan topolmaysiz. Hamma narsani o'zini anosi bor-da, Ismoil. O'ziga yarasha. Shuning uchun shuni tavsiya qilib qolaveramiz. Shuna boqar ekanlar akamiz, lekin dalada nima yesa, yantoq yeydi misol uchun. Qurib qo'ygani hozir mana tumanda, namgarchilikda ana bo'lyapti-yu. Ahna qilib yeb, endi tirikchilikni o'tkazadi-da. Qo'shimchasiga shularga kepak qo'shib berib qo'yyaptilar. Agarda burdoqiga boqiladigan bo'lsa-chi. Endi burdoqiga boqilgandan keyin обязательно bularga qarovni kuchaytirish kerak, e'tibor boshlash kerak-da. Misol dalada mana 200 ta, 300 ta qo'y boqishda e'tibor nisbatan kamroq bo'ladi. Bo'ladi e'tibor обязательно-yu, lekin burdoqchalik e'tibor bo'lmaydi. O'shani hisobiga nima qilish kerak? Endi burdoqqa boqilgan qo'yga birinchi navbatda kepak beriladi. Ratsionni tuzib olinadi. Misol men o'zimning xo'ramda shundayki, eshigiga chizib qo'yganman, yozib qo'yganman, bir kunda bitta qo'yni qancha yem rasxod qiladi, qaysidan qancha yemaydi. Kunlik ratsionni yozib qo'yganman-da. Qachondan necha kilolik qo'yga qancha beriladi. O'shani ratsionlarini to'liq nima qilib chiqilgan. O'sha ratsion bo'yicha boqilaveradi. Hisob kitobini qilib qo'yilaveradi, misol uchun. Shunga qarab reja qilasiz, maqsad qilasiz, harakat qilasiz. Lekin maqsadsiz boqib qo'yish ham bir xato fikrda. Burdoqi bu yo'nalishda mana Ismoil, mana shu yo'nalishlardan hozirgi kunda burdoqi ham yaxshi bo'lib qoldi. Lekin bu yo'nalishning foyda tomoni shuki, rasxodsiz bu. Mana shu qo'ylar hozir bitta qo'y oyiga rasa tushsa 80 ming, 100 mingdan tushadi. Bu qanchalik hisob kitob qilmadik-ku. Qorni to'yib keladi, buni hashaklar mana. Somon bular hech qanchaga tushmaydi-da bu. Rasa qo'y bitta qo'y tushsa 80 ming, 100 ming bo'ladi. Uncha ehtimol unaqa emasdir. 60-70 ming. Endi maksimal hisoblaganingizda ukol-pukol va nimalari bilan shuna 100 ming so'm atrofga tushib qoladi. 80 ming. 100 mingga bormaydi. Chunki bo'rdaqidagi qo'ylar ham o'zi 120 mingdan boshlanyapti. 120 mingdan 200 ming, 250 minggacha holatiga qarabda endi bu ham. Ketaveradi. Yana bitta savol aka. Xo'p. Eng ko'p kasallik, qanaqa kasalliklarga chalinadi qo'ylar? Eng ko'p kasallik. Mana shu sohada bo'ladigan bo'lsa, mana shu hozir qish kunida dalani qo'ylariga o'ta hushyor bo'lish kerak. Birazot kasalligi. Shunga hushyor bo'lish kerak.
juda xavfli kasallik. Ertalab, misol kechagasi bilan bir chirayli sog'lom yurgan qo'ylar ertalabga o'z-o'zidan o'lib qolgan hollar ham juda ko'p bo'ladi. Bu manda dalani qo'ydi. Shu Brazot kasalligiga o'ta e'tibor bo'lish kerak. Uni davolashni ham bir tushuntirib o'tasizmi? Uni davolashda Brazotda o'zini anosi bor. Ukoli bor. Brazot kasalligini shu emlab qo'yiladi. Bo'ldi. Anchadan beri qilmaganligimiz uchun qo'ylarga ukolni nomi esimda yo'q. Har qanday misol qiziq odamlar borib Brazot kasalligiga so'rasa aptekadan berishaveradi veterinar akalarimiz. Brazot kasalligi shuni ham to'liqroq qilib ketaylikki, dala qo'ylari uchun majbur. Dalaga chiqadigan qo'ylar uchun. Lekin xonadonda boqilgan qo'ylarga shart emas. Mana bu daladagilarga kerak deganimiz sababi qirov yegan o't yeb qo'yadi, muzday suv ichib qo'yadi. Ana shunaqa o'shandan kelib chiqadi. Brazot kasallik tushdimi 6 soatda o'limgacha olib keladi-da. O'shani hisobiga tasodifiy ravishda o'lim hollari ko'p bo'ladi. O'shanga emlab qo'ysasiz, xudo xolasa xotirjam boqaverasiz. Bular masalan, qo'ylar yangi tug'di. Xo'p. Ondan keyin ham dalaga chiqarib yuborilaveradimi yo? Albatta. Ziyon yo'q-a? Yo'q, endi 1-2 kun olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Misol kepak qo'zi sal kuchga to'lib olguncha. Lekin iloji yo'q bo'lsa-yu, behajorat chiqaraverasiz uni. Qo'zi shu sharoitga moslashgan bo'ladi-da, mana shu qo'ylar. Qanchada tug'adi o'zi qo'y aslida? Qo'y bitta 150-155 kun atrofida tug'adi. 150-155 kun. Aka, qo'yda baraka bor deyishgan. Hop. Egiz tug'adigan qo'ylar bo'ladi-yu. Shularni qanday ajratsa bo'ladi? Hop. Egiz tug'adigan qo'y, hop. Men o'zim o'qiganman buni kitobidan, lekin sinab effekt natijani ko'rmaganman, sinab ko'rmaganman. Lekin sinagan akalarimizdan so'raganman-da, so'rab yetganimizda qo'y tekis holatda, etli holatda qochkiday bo'lsa, egiz tug'uradi. 65-70% egizga moyilligi ko'p bo'ladi. Haligi semiz bo'lish kerak ekan-a? Semiz holatda, tekis joyda qochkiday bo'lsa, qo'y egiz tug'uradi. U aynan bu egizchi, misol egiz tug'gan qo'yni bolasi egiz tug'masligi ham mumkin-da, tug'maydi ham juda ko'p holatda. Misol bitta egiz tug'ib turib, har yil egiz ham tug'maydi. Shunday. Misol uchun 1 yil bitta tug'ib, keyingi yil ikkita tug'ib, keyingi yil 3 ta tug'adiganlarni ham ko'rganmiz. Shuning uchun mash egizchi ekan deb aniq qilish o'ta bitta nimaga kelib qolish kerak emas. Ehtimol Alloh taoloning bir ne'mati bo'lar ham, faqat haqiqatan egizchi bo'lishi ham mumkin. Lekin tajriba, mana fanlardagi holat faqat egizchi bo'lolmaydi. Keyin bu ham shaxsiy fikrim, agar qarov pastroq bo'lsa, har kim o'ziga o'zi savol berish kerak. Men qo'y olib boqayapman. Xo'p, bu jonivorlarni udda kapildan chiqarib yaxshi qarayapmanmi, yaxshi qarayman. Shunaqa odam egizchi boqsa, eplaydi. Egizchini ko'pchilik ham eplab ketavermaydi. Sababiki bitta enada ona bitta, ikkita so'rib tursa, ba'zi bir qo'ylarda bitta bola bitta enani so'rib qo'yadi, suyagini chiqarib. Endi u ikkita bo'lib qoladi. Hozir bo'ladi. Shuning uchun qo'y ikkita egizchi qo'yga qiziqmagan ma'qulroq. Yoki qiziqilsa bo'ladi, qachonki qo'shimcha sutni berish kerak. Bolalarga yemni kepakda to'kib e'tiborni kuchaytirish kerak. O'shanda yaxshi foyda olasiz. Lekin juda ko'p qo'y boqadigan akalarimiz bilan ko'p gaplashamiz. O'zimizda ham tajriba bo'lib qolgan, bitta egizchidan bittasi bitta yaxshi. Bitta yaxshi. Tez katta bo'ladi bolasi. Tez katta bo'ladi. Misol, ikkita egizchi, bitta qo'yingiz egiz tug'di, bitta qo'yingiz bitta tug'di. Kansovkada misol uchun bitta tug'ilgan qo'yingizni qo'zisini 4 millionga sotsangiz, daraga egizchini ham o'sha 4 million 4,5 million atrofida sotasiz. Namorat unga ko'proq rasxod qilib qo'ygan bo'lasiz-da. Endi agar oddiy boqqiday bo'lsangiz, mutaxassis akalarimiz tag'in agar bu savolimizga javobimizga xafa bo'lishmasa, oldindan uzr so'raymiz. Yorib beradigan akalarimiz bor-da, professional. Ular endi eplab olishadi. Endi har kim o'sha holatda boqa olmaydi-da. O'shaning uchun bu misol kimgadir life hack, kimgadir eslatma bu. Shuni tavsiya qilaveramiz. Aka, yana bitta savol. Bo'ldi. Yangi boshlovchilarga qanaqa maslahat berasiz? Hop, endi yangi boshlovchilarga nima deymiz? Oldin bir 2 tami, 4 tami. Umuman qo'y bu misol uchun qanaqa sohada, misol oldin boqib yurib endi ko'paytirmoqchi bo'lasiz yoki birinchi marta boqmoqchi bo'lganlargami? Qaysilarga? Endi yangi masalan ozmozdan boshlamoqchi bo'lganlarga.
Endi misol yangi boshlovchilarga shu oz-ozdan boqishlarini so'rab qolamiz. Chunki qo'y ham haligida murakkabroq ozgina. Lekin yo'nalishiga tushib olsangiz, misol men uchun qo'yda yaxshisi yo'q, qo'ydan osoni yo'q. Yo'nalishiga tushib olsangiz. Tushalmagidek bo'lsangiz, bitta ikkita nobud bo'lib qolgidek bo'lsa, keyin haligi kayfiyatingiz tushib ketib qoladi. Shu. Aka videoni boshida aytdingiz, sezoni bor buni ham dedingiz-a? Aha. O'shani bir tushuntirib o'tsangiz, nima u sezoni? Sezonimi? Misol uchun mana shu ena qo'y, sovuliq qo'ylarimiz-a? Xo'p. Bular hozir bo'g'oz qo'ylar. Mana 50 tasi bo'g'oz ekan. Mana shuni ham bir reklama qilib o'tib ketaylik. Akalarimiz bo'g'oz-a? 50 tasi naqd bo'g'oz ekan. Sotilar ekan mana shu qo'ylar. Opisiyaga nomerlarni yozib qo'yamiz. Bitta ikkita savollaring bo'lsa, akalarimizga chiqsalaring bemalol tushuntirib berishaverar ekan, xudo xolasa. Xo'p, sezonli deganimiz sabab, misol erta bahor qo'zi sezon boshlanadi. Yaylovi bor akalarimiz qo'zi olib boqsa yoki xonadonga to'tta tashab qo'ysa, qo'zi yaxshi. Hozirgi kunda endi buni boqishdan maqsad Ismoil daromad qilish, qo'shimcha daromad manbai qilishda. Misol mana shu bo'g'oz qo'ydan bundanmi yoki kimdandir olgidek bo'lsangiz, ana qilish. Naq bo'g'ozligini hisobiga sizga 1-2 oyda yangi tushgan bolasi ham 1,5 milliondan boshlab 2 million, 2,5 million bo'layapti-da. Holatiga qarab, sortiga qarab, bular o'sha oyda shuncha summa beradigan varianti. Shuning uchun shu sezoni bor deb shuni aytdim. Misol uchun hamma erta bahor qo'zi sezonda, misol, ana qiladi. Ba'zi bir akalar tomiriga tushib olgan akalarimiz bor, sovliq boqishadi. Mana shu sovliqlar ozib ketadi, ancha ariq bo'lib qoladi. Narx summa pasayib ketadi. Yoshi katta sovliqlar bor. O'shalarda narx pasayib ketadi. O'shani hisobiga ana bo'ladi. Narxi arzon bo'ladi. Uni olib boqadiganlar ham bor-da. Hozirgi kunda misol oladigan vaqt bor, sotadigan vaqt bor-da. O'shani sezon deyman men. Oladigan vaqt hozir qanaqa sezon? Misol uchun hozir bo'g'oz olsangiz ham bo'ladi, bozor arzon. Bo'g'oz qimmat va bo'g'oz qimmatu, lekin foydasi bor. 2 oy, 1 oydan 15 kundan 2 oygacha siz qo'lingizda naq bo'g'ozda foyda bor. Qo'chqar oladigan vaqt. Qurbonlikka ham, to'y so'zingga ham yetilaveradi. Ikkalasidan ham foyda qolaveradi. Shu, xudo xolasa. Yana nima savollaringiz bo'lsa bering, bemalol qo'ldan kelgancha javob beramiz. Aka, bo'lmasa bergan maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Obunachilar ham xudo xolasa shuncha mehnatimizni qadrlab like bosib qo'yishadi. Albatta, inshaalloh obunachilarimizdan so'rab qolamiz. Bu video inshaalloh Saroyuz hamda Chorvador Oybek YouTube kanalidan chiqadi. Bir-birlariga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz bir-birlariga obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolasa mana bunaqa boq usullari, chiroyli kontentlar xudo xolasa yaxshi bo'laveradi. Albatta bittadan like bosishlaringizni so'rab qolamiz. Inshaalloh kanalimizda mehmon bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r kontentlar qilib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar azizlar.